2 xona 3 xona qilingan 50 kvadrat metr 57.500 AQSh dollarida. Albatta kelishiladigan joylarimiz bor. Manzilimiz Yunusobod 7-kvartal, Amerikanskiy postosta bioterapimiz Afragans universitetimizda bo'ladi. Bu uyimizda bizda 2-qavatda joylashgan 4 qavatli binomizda. Keling, asosiy eshigimiz bizda podyezddan kiriladigan to'g'rimizda uzungina prixoshkamiz bor. Bioterapimiz birinchisi bizda hojatxona, keyingisi bizda hammom va bioterapik zalga kirganimizda chap tarafimiz bizda spalnimiz bo'ladi. Akvariumlari bor, santexnikalari almashgan. Hop, bu yog'imiz zalimiz 315 ga 520, 16 kvadrat metr va 3-xonamizda bioterapimiz bo'ldi. Eski oshxonani o'rni balkon lojaga ko'chirilganiga bu yerda детский, как ofis o'zingizga to'g'ri kelgan usulda ishlatsangiz bo'ladi. Bu yog'imiz balkon o'ng tarafda oshxona, bu yog'imizda ham shkaf, xolodilniklar joylashgan. Narxi 7500 albatta kelishiladi. Telefon raqamlari aloqaga chiqib qolasiz.